Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Bugun sizlarga juda qiziq bo'lgan bir videoni ishlab ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu qaysiki kimdir Telegram'iga o'zini ruxsati bilan ulansangiz, keyingi safar uni Telegramga kirish uchun hech narsa kerak bo'lmaydi. Shuni sinab ko'rib o'tamiz. Mana pochtaga boradimi, raqamiga boradimi, Telegram'iga boradimi farqi yo'q. Telegramga kirildi. Bu yerda ko'rsatiladi. Kirish bosildi. Telegramga kirildi. Endi bu yerda Telegramga kirilgandan keyin bunga yana qaytadan kirish uchun buni ilovalardan, qurilmalarda buni chiqarib olmaslik kerak edi. Bundan turib o'zingiz bilib chiqib ketasiz. Olaylik, bitta aytishim mumkin, Telegram'ingda kirib qurmoqchiman deb yonma-yon o'tirib, ko'zini oldida Telegram'ga kirasiz, ko'zini oldida chiqib ketasiz Telegram'dan. Lekin keyingi safar qaytib kirishingiz uchun, uni Telegram'ga qaytib kirish uchun hech narsa kerak emas. Mana ko'rganlaringizda qaytib kirib chiqaveradi. Mana hozir yana kirildi deydi. Endi oyoqni antirib qo'yadi. Yaxshi tomoni bu yerda masalan olaylik, Telegram'ga uni ko'zini oldida kirasiz hozir. Kechasi uxlagan paytida o'zingiz shunday kirib, keyin Telegram polni o'zingiz obzor qilib tashlashingiz mumkin. Mana qancha chiqsangiz ham mana chiqasiz. Yana qaytib kirsangiz ham qaytib kirganda yana baribir kod so'ramaydi kirish uchun. Sababi siz bunga kirdingiz va bundan ruxsatni oldingiz. Shuni hisobiga doim kirib yuraverasiz. Savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Imkon qadar qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Like bosib, podpiska qilish esdan chiqmasin.